Bismillah, avvalambor assalomu alaykum. Qo'shaloq bayram bilan butun o'zbek futbol muxlislarini, butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman. Alhamdulillah, o'sha adashmasam 34 yil deganda bu maqsadga erishdik. Emiratga borib o'sha Birlashgan Arab Amirligida ertachiroq borib o'sha iqlimga, havoga moslashganimiz oz bo'lsa ham foydasi bo'ldi, chunki bizni o'sha necha ham qoniqtirishi uchun o'yin tarzi ham o'shanaqa ketdi. Allohga behisob shukr, Alloh yuzimizni yorug' qildi. Mana tarix yaratdik. Tarix yaratilishiga Alloh sababchi qildi. Juda ham xursandmiz. Chunki buni shaxsan o'zim ham o'sha kichkinaligimdan futbolni boshlaganimdan beri niyat qilib, mana shu kunni kutib yashadik. Alhamdulillah, Alloh shu kunga yetkazdi. Bu yutuq butun bir O'zbekistonniki, butun bir xalqimizniki. İnşallah o'ylaymanki, bu yutuq butun bir futbolimizni oldinga qadam tashlashiga sabab bo'ladi. Alloh shunga bizni sababchi qilganidan Allohga shukrlar bo'lsin.